Assalomu alaykum qadrlilarim va nihoyat meni kollagenim keldi. Bir qarorga kelishim juda ham qiyin bo'ldi. Barcha natijalarni o'rganib chiqib va eng mosini topdim deb o'ylayman. Nega men aynan Turkiyani, ya'ni halol Tepamed kollagenini tanladim? Ya'ni aynan kakao tamlisini. Bilasiz, shirinlikka juda ham o'chman va birinchi o'rinda shirinlikka bo'lgan talabni kamaytirib berar ekan, ehtiyojni. Ikkinchisi, hazm jarayonini yaxshilaydi. Uzoq vaqtgacha to'qlik hissini beradi. Soch va tirnoqlarni mustahkam bo'lishiga olib keladi. Yuzni tiniqlashtiradi, metabolizmni yaxshilaydi. Iste'mol qilganlarning fikriga ko'ra, hattoki juda ham ko'p vazn tashlash holatlari ham kuzatilgan. Tarkibida oqsil bo'lganligi uchun va tanada yaxshi so'raladi, vitamin C si bor. Va bu izohlar meni kakao tamli ushbu kollagenni olishga undadi. Ichishga undadi va bunda talab juda ham ko'pligi uchun hozir ehtiyot bo'lasiz. Juda ham qalbakilar ko'payib ketgan. Men tagida hozir raqam qoldiraman va profillarni qoldiraman va shu yerdan ya'ni olishingiz mumkin. Barchalaringizga tavsiya qilib qolaman. Salomat bo'linglar va mazasi ham juda ham zo'r ekan.